geldiniz. Özünüzü bir tanışıp etken bolsunuz. Ben Abduvayit Mehmet, Karmay'dan geldim. Siz bizdeki falan sahnesiga qanday numar İğirlikini getirdim. alayda bir numar ekansiz. Rahmat taqa. Sizga omad yor bo'lsin. Maharet göstergen mahirimizin ayal bulan. 23 yaş vaqtida to'y to'kinlarda shunday qilgan ekan. Uning u yoqda qilib boqmoqdi ekan. Assalomu alaykum qarindoshlar, ustozlar. Ben Karmay'dan gelgan Abduvayit Mehmet. Kasbingiz ilqi uy ko'chirish shirkasidan emasmi? Siz bu jozni tishlab shu kun necha yil bo'ldi? Ben 30 yıl oldu. 30 yıl tishlab ko'tarib yurdingizmi shu ishlarni? Muşni ko'targan 30 yıl oldu. 23 yıl tashlab etgan. Yaxshi bo'pti. Bizning sanimizni to'g'ri tanlab kelibsiz. Buning o'zimi bir talant. Buning odat talant emas. Ustal rasula. Rastlığı rast. Tushmi rast. Bo'ladi. Muborak bo'lsin. Men sizga bir sal bilet tashladim. Abduvayit efendim, siz ko'targan bu ustal qancha kilo chiqadi? Bu bir 50-60 kilo çıkması var, 30 kilo çıkan ki. Siz hozirgi ustalni tishlab ko'tarish mahoratingiz haqiqatan odamni hayron qoldirgan mahoratingiz ekan. Endi mushuni biz ustalni hozir 30 kilodan 40 kilogacha deb mo'lchar qilsak, sizga berilgan 5 minut vaqt ichida 5 minut bu ustalni ko'tarib yursangizmi uzrab ketadi-ku. Shunlashqa mush ig'liqki yana bir qancha narsa chiqib, mush nomerimizning yana beysak. Masalan, buningda yenigirak ustal bo'lsa, to'piga bir kichik balni o'tag'izib ishlab ko'tarish yoki bo'lmasa, da turini, shaklini ko'paytirib 3 narsani ko'tarsangiz bir butun nomer bo'ladi ekan. Ana chiroyi qarsam, ashlimi qiladiganday qilib turdi. To'g'ri. Rost. Shunlashqa, hozir sizning mush ko'tarib berganingiz bizga yetdi. Lekin yana bir qatimqi tanlashda bizga betib akilishingizni umid qilaman. Sizga muborak bo'lsin, bilet tashildim. Rahmat. Bir narsa so'ragim kelyapti. Siz o'sha o'zingizning talantini qanday sezgan? 85-yili 12 ayning 22-si. Endi birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavatda edim. Yatığımız vardı. Mesela Joz'dan 30-40 ne kelgan. Hem şu qiziqchilikda ko'taralimdik, ko'taramamdik deb shu chaqchaq bilan shu Joz'dan ozganda men 3-qavatga 10 ne chiqqan. Tishlab. Men o'ylabman, birazini tishlab, shu tishlagan jarayonda o'zingizning Voy, odamdan boshqani tishlaydi u. Shu sizga o'xshaydi debchi. Men sizga bir bilet tashlayman. Sizning talantingizga afirin o'qiyman.
Rahmat. Artık yani qaytılab demey, gap sizlarni abay ustazlar deb bo'ldi. Kelar qitimqi sahnada sizning taxmi yangi numurlaringizni ko'rishga tashnabız. Rahmat, men sizga bilet tashildim. Çokum yeni bulundu. Rahmet kalın. Voy muborak bo'lsin aka. Ishimizni bir ko'rib baqsa bo'ldi. Voy. Rasul ko'rib baqmagan bir talatga aka. Sizga opirin. Sizga diningizni salomat tilaymiz, oilangizga baxt tilaymiz aka. Bizning talat sahnimiz mana shunday alayda numurlarni shunday talatlik kishilarimizni qizg'in qarshi oladi. Siz o'z orzungizga ishining, mo'jiza ko'rishiga ishining. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Men Sandoqash Musalg'ar qizi, o'sha salon xonasida Yevropalık anayasa qoidasining o'rnida sinaga keldim. Sizga omad yor bo'lsin, sizga o'qib tilayman. Sandoqash Musalg'ar qizi Qozog'iston Qozoq ulduk konservatoriyasidan o'qib bitirdim. Kasbim Yevropalık anayasa qoidasi. Жасым 28-де. Sizler meni tanışkanlarda qarşılamay. Rahmat. Odan burun домбыра çalgan. Odan keyin kasbini almastırıp naqshda o'qidim. 9 yil bo'ldi. Kiygan kiyimlaringiz olsun, ondan keyin sizning qiyofatingiz olsun, sahnaga xil obdal astoydil tayyorlik chiqibsiz. Onun ustiga bu aytgan naqshingizmi xil yuqori saviyani talab qilgan naqsh bu. Rahmat. Sizning bu kelgan nomeringiz bana yardı. Benim sizga berdiganim yes. Bir taşıdım. Avazınız şimdi çıraylı. Her bir kıtımda yukarı öğlege vaxtıda azırak avazın tigire
yani azroq tutuqliq bor. Texmi bir yo'riq olib kelsa, texmi chiroyli anglandi. Men sizga bir bilet tashladim. Bir bilet tashladim. Siz Qozog'istonda o'qishni nihoyat yaxshi o'qigan o'xshaysiz. Sizning hozirgi avval sharoitingizdan qaraganda o'qishni a'lo tamomlabsiz. Go'zal ovozingizga til tegmasin. Go'zal ovoz, haqiqatan go'zal ovoz. Rahmat, sizga bir bilet tashladim. Anlaringizga rahmat, sizlarga rahmatdan boshqa aytarim yo'q. Sizlar yetdi bizga. Mübarek bo'lsin, mübarek bo'lsin. Hozirgi hissiyotingizni bir so'zlab berasiz. Men hozir o'ta quvonchliman. 4 бағалаушыda mening осындай o'ta qiyin endi o'rnalma, naqshni o'rnalma yuqori баға berdi. Ular menen yanada umrimda qiyin naqshni aytishga menga talab aytdi. Men endi kelesi qism shu talabni o'rnalga kuch chiqaraman. Bundan keyingi o'tganlardan yaxshi o'tib ketishingizga chinimizdan tilakdoshmiz. Omad utuqiyat bo'lsin. Rahmat. Programımızda yüz terisilikki dağ sepkin, dağınıqorat, qoruq hem sezgürlük qatarlıq her xil teri meselelerini hal qılıp, halkımızga sağlam güzellik ata qılıvatkan xalqaralıq ölçemde işlengen altın göher deniz canlıqları yürüyüş kirimleri alayda qollagan. Bu programını samimiy xalqaro savdo cheklik şirketi Biyatda erkeklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Yerip çarçıganda, çankıganda, tamaktan keyin köngül fakat abide soda suyunu tartıdı. Hakiki özünüzge tebe bolgan cüzgünlükni abide soda suyundan tepin. Şirin temlik, yüreklerini yaşatqıcı abide soda suyu. Canның huzuri. Buvaxlarimiz kunda sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarning buvaxlarning sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Buvaxlar uchun atrofliq oziq-to'liqlaydigan sabiylar buvaxlar quvvat bo'lmoqi. Benim balam kırjıpıda soğuk çınapla çıkıp yayga okşamamla. Abba, bu kırını şunçak yutap içilayma demeydi ha? Boldular yığılın avlı. Nevdar sopun parçıgı kırçık güçlük, ünümü yakşı. Ali derlik sopun parçıgı bulup soğuk sudu mu nait paklıcı yalaydı. Nevdarını boldurak işletsem çok kırılanı petçet civettim. Güleyciler baharda pakızlıkın nevdardı. Rastçı mı? Bugungi kunda Jiroq Mag'rib formuzorliqlardan keltirilgan formula zamonaviy zavqlarda xususiyatini yo'qotmay, nehmat formu quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubhidan va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Nehmat formu quvvat ichimligi. Yuqori sifatli huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni voyaga yetkazib. To'yliq yurishli kiyim-kechaklar bilan texnik salomat toping. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyar sodasi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini oqladi. Qutyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyar sodasining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suyining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar sodasi Qutyar. Qarlaylisi manbasini ozuqliq qilgan, terini güzelleştirdigan ve yaşartadigan a'lo sifatli pichoqligi Pari. Yazilidan Beijing Biopantexnik cheklik shirkati Xinjiang talant sahifasi programmasini alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoylik pantexnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kalsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabiylar kasblik taraqqiyot şirketi 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Kesayinlerim, selamünaleyküm. Hoş inlerim. Bunda bo'lsa bugun bizning talab sahnasiga qanday munosabat qildingmi? Yaxshi etdingiz. Sizlarniki bu shunday g'ayri shijoat bilan bizning talab sahnamizga kelib, numr ko'rsatganlar o'zlar cho'ng bir g'alaba. Sizlarga utuq, omad, yor bo'lsin. Men sizlarga tilayman.
Hayatta öz yalğalıştırgan Otup kaldı mevzimni Taşak etmişimdi kendisini yorukni Özgüler taşımı kardeş gördüm mevzimni Ülge girdim sen anlattı benim yerim Şakam öyle emez dikime sığınladım O korku yarımda resmen üstünümde Oylap da kıyasını çoğdadanla kıçıklı sonra Sütünüm bırak metibek yerim Hazır bir işim balınığımdı mı şu yerim Bekle dikim kendi keçirgin Yaxşı para emez ezan yaxşı emez Yuşqa küçükümde soğuşqa Çok kıdım ananamga aceten sürep Nakır okuyman dal babam ne alacak Asas yürettim ben durgandım lağaylap Güdeklik nükşük bile arlışıp Bekli güdeklik dosturumga asır birip Güdeklik mekbur vur nurgun Güdeklik emdi keçirgular meni atar İsimler durmuş nasıl gördüğüyen Bezili yüzgâs bezili bacıya Bezili zerhada bezili yadisyen Çoğar mutluyan bir vakni kadınlar İsimler durmuş nasıl gördüğüyen Bezili yüzgâs bezili bacıya Bezili zerhada bezili yadisyen Bu bakmadım üstü yaşı bu bakmadım belki zamanlaştırırdım bu benim bile yok çıkmışı Aramır makaslarga erişkendim ben Şimdi I don't kiss şimdi hoşaltı Kemsunlar sağlanan sergi yüzünde Kemsunlar dostum hatalıktın üzgünde Kemsunlar zaten biri hatalıktın yüzünde Kemsunların Kız Mahir'imizin avazım şuna tezken, şuna yapışken. Oylaganda kiş bulmay kaldı ya. Ko'ngillarni yerim qilmanglar. Başkanım ovoz yaxshi ekan. Sen ama bu hozir rap deymiz ku, ha? Aytganing. Rap, muzikalik gap degan shu shu. Yaxshi bo'lgandi. Hammanglarga moslashishi, unisiga qizning ovozi shunda chiroyli. Afsus. Men hozir rost gapni qilsak, nima mazmun da'vat qilganim uchun tushunmay qoldik. Gapinglar aniq emas. Yoki mikrofonni yaqina qilib olgansa tunji qatim chiqqan bo'lganligincha. Bunun olan elki sizdeki talantınız yok ki deganlik emas-ku. To'tlig'ingizda to'rt xil alaylik bor ekan. Shunda yaxshi. Lekin sizda kichik. Bu talant sahnasi va bek cho'ng bir sahna bo'lib qoldi-ku bu. Shunga bo'lsa agar boshqa programma bo'lgan bo'lsa, masalan biz sizniki bu nomerlarni cho'qim chiroq bismetmay to'qqiz chiroqni. Bu tunji qatim sizlarniki. Unda bo'lganki sizlarga yana fursat bor. Talant sahnasining o'zi qatnashganning o'zi sizda talant borligini allabir isbotlab bo'lgan. Mushunga o'xshash mazmuni yaxshi narsalarni qilinglar. Qilmanglar emas. Biz sizni qo'llaymiz bo'ladi bu san'atniki bu bir turi. Sizlarning o'zingizning tushliq, masalan tomoshabinlar bo'ladi, anglaydiganlar bo'ladi, masalan o'zingizning ishidagilar. Bu bir yaxshi boshlanish asli. Unda bo'lgandan texmi yaxshiroq bir narsa qilgan, lekin mazmunda gap yo'q ekan to'q. Men yerim tushunib, yerim tushunmay qoldim. Endi qolganlar qandayki? Abdukarim efendim bir necha yillarning qanday bo'lgan bo'lmaganligini deb berdi. Endi menga bo'lgan ta'siringlar shu sahnaga chiqib naqshni boshlagandan keyin shunchalik jushqun, tetik, hozirgi yoshlarga xos tirishchan shunday bir tuyg'uni berdinglar. Shuni anglagandan keyin men pek hayajonlandim. Tangda moslashib aytgan yerlaringlarmi shunda chiroyli chiqdi. Shuning uchun bundan keyin texim tirishinglar, sizlarga kichik bunda fursatlar jiq. Bizning mushtaq ta'limlarimizga ko'plab kelib turishinglarni umid qilaman. Teximi yaxshi chiroyli nomerlarni o'rinlab chiqishinglarni umid qilaman. Sanimiz har qachon sizlar uchun ochiq.
Rahmat. Sizlarning taqimi tirishchilarga mushundaq bir ro'y kayfiyatni bizga beg'islig'ininglar uchun men bir biletni tashladim sizlarga. Rahmat. Ko'ngillik gaping bo'lsa deymanlar. Hamda bu talon sahnasiga qatnashib intayin qo'shil bo'ldik. Boshqalarning oldida sen naqsh aytolmaysan deganda men shunga bugun bu sahnada kelib mushoning ashularning oldiga o'zimni bir tun o'tay deb o'zim keldim. Demak, sen g'alaba qilding. Rahmat. Sizlarga omad tilayman. Salavat olsun geldinler. Assalamu aleykum. Herkes huduqmay, temtirmay, erkin, azadlik bilen öz salatına tutuq cari kıldırma. Sizlerge Ahmet yer bolsa sizlerge kutlayman. Sürmez
ismim familiyam Abdulkim Ahad. Şinjan Pedagogik Üniversitesining Müzik instituti tembr kasbida o'qiyman. Bu yer sog'dishim Ruqiya Imniyaz. Bu men bir juftan ham bir sinfdan sog'dishim bo'ldi. Muzika tartibimizda sog'doshlarimiz ham. Bu valla bek oldan tenkeş kıpaydı ras. Bunun üstüge müzikinin yumuşak, kattık yerlerini naturallık egellep oldan çepaydı. Bunun üstüge işkilalının avazı oldan yiyişipti. Bazıdan o açıyor işkilalının avazı birisi ayakta, birisi ayakta çıktı kalan işkilalının avazı ras yiyişipti. Bu olsa müşneki mukamının kendine yani bir evcilik etip bitip açtığını tüketken bolsan tekrar istok küteyken toq. Boptu. Bu da klaslı endi. Şuna olsa bu bana bu numarayla yardı. Ben sizlerge bir bilet taşıdım. Şu beşi de ben bayqadım. Sizinki çıqqan vaqtыңызda qandaq qayaqdan bir chiqadiganligini bilmay qoldik. Naqshiga masalan yog'liqdan birini atib olgan bo'lsangiz, ma'qulingizda mikrofon yog'liqdan da yuzingizni to'sib chiqib chiqib anandan nazlanganda qilib naqshingizni boshlab ketgan bo'lsangiz, takım yigit berib oldingizga salom qildi. Shu vaqtda yog'liqingiz bilan da to'sib achaqqan bo'lsangiz bir ma'no chiqdi. Bir-biriga bo'lgan hurmat, ham qizlarningki bir hayolik, shundoq bir narsa chiqqan bo'lsa, takım güzel bo'ldi. Muzikantlarimiz shunday yaxshi ketadi, chiqib birlik shunday yaxshi. O'rinlagan jarayonlarda yana bo'lsa bir yangilikni bir ijod qilsanglar, texmi yaxshi bo'lib ketadi. Shundan men bir bilan Ondan bo'lsa ma'lum üsttirib kelgan kim shunday yaxshi bo'libdi-ku. Ishtondan bir maslashtirib o'tgan bo'lgan bo'lsa, endi yo'q, endi sizniki pedagog universiteti bo'lib qolgan bo'lsa, bir o'ta ko'p ketgan bo'lsa, mushung maslashtirgan texim yaxshilagan to'q. Bugun kunda imtihon bo'lib qolib, cho'q tuyuqsizdan maxsham kechdi, xabar qolmoqqa. İmtihanın çıkıp yugurib keldik bu şey. Bo'pti. Onun sizniki ma chiqishinglar uchun yaxshi bo'ldi. Bu yerda Dilnar xonim dedi o. Balki mashada manganda ushtum foyda olib qolgandan sen taklif qilib it chiqqan bo'lsang, meni bir gap tutqam. Bo'ldi, bu to'g'ri ham ortiq deyishmayli. Men chirog'ni besbolab endi desam foydasi yo'q. Ovozingning ahvoli bek yaxshi. Hamda shu o'tiq ketganligim uchun yuz berdi bu ahvol. Uni to'g'ri tushunamiz. Ovozingdan biz xabar topdik. Mening bir talabim klassik tekstlar o'zgarmas, muqim bo'lib ketgan narsalar. Buni hech kim o'zgarmaydi. Tekstlar aniq bo'lsa, har bir so'zni tomoshabin uqsa, ondan buningdan mo'nlanish, shu huzurlanishlar aytdi, ko'ngildagidek ham aniq bilib turib huzurlanadi xalq. Shunlashqa klassik tekstlarni o'rindaganda cho'qim so'z tekst aniq chiqsin og'zinglardan. Vaqt cheklamasi yo'q o'rinlarda bo'lganda muqomlarni, muqaddimalarni biz cho'qim undaq chult qilmaymiz. Hozir bizda nurg'un televiziya programmalarida muqomning ikki misrasini aytiblam, keyindan yoki mashribini yoki daston aytadigan ishlar bor. Lekin muqaddima qismi muqomni güzellashtirib turadigan melodiyasi muqaddima qismida. Shunlashqa vaqt cheklanmaydigan o'rinlarda cho'qim muqaddimani to'liq etishni odatlaninglar. Bo'ldi. Rahmat sizlarga, men sizlarga bir bilet tashladim. Bu Panjiga muqomning ishida dastoni nihoyat lirik, nihoyat go'zal. Ana shunday bir daston. Ashning ichidagi shunday go'zal muhabbatlar ko'zimiz ko'rindi. Chiqinglar, mushu naqshni tanlagan ekansizlar. Chiqinglar, ashi rivoyat muhabbatlarga o'xshash. Bir-birini ta'minlaydigan, bir-birini hissiyot almashtiradigan, bir-birini muhabbat almashtiradigan, mushu hissiyotlar bo'lib ketgan bo'lsa, bu texmi chiroyli qiladi. Ashunday bir hikoyalardan chiqib ketdinglar. Muqomni o'rlagan vaqtimizda cho'qim shu ko'rinishlarni izonlarning ko'zi oldiga akilib turib, ondan keyin bizga ashuna bir huzur bersanglar, bizmi ashundan huzur olamiz. Mushu narsaga diqqat qilsanglar. Kiyim kechak, ustiga diqqat qilsiz, ostiga diqqat qilmaysiz. Televizorda pachaq tarafdan olmaydi biladi-ku bular. Shu iPhone'lar nomer topilib turdi. Ataytan nisha kelgandan keyin
Şanası o ötüklerden kiyip kısak bir bütün eser olup kaladı. Ben bu sizlerge bir namaz taşıldım. Rahmet sağ olun. Keyiften çokum yakıştırıyoruz. Bizim sahnemizde
Assalomu alaykum. Sevgan san'atkorlar. Va alaykum assalom. Naq maydonlik va ekran oldidagi ko'rman aziz qarindoshlar. Men Xitoy viloyati Chirnoya Nuriyevskiy Odiljon Safalik. Bu yoq mening dadam. Bo'lsin meniki savoqdishim ham yaxshi do'stim Muhammadjon Turg'un. Bu yoq akam. Kirminki tağmak soğuk. Ha. Koyçurop deyimiz o siz çağında tercih yok. Şundak mı? Koyçurop mu? Ha. Kadimi onun üstügemiş. Tağının nakşılarını bilgenmiş o. Sahnimizge kelgenden gibi aldırılan köp rahmet eydim ben. Size bir rağbet olsun. Ben sizge bir belet taşıdım. Sizler aytgan nakşını ben kichkimdan tili anlagan. Numurni shunday yaxshi o'rinladinglar, muzikani haqiqatan bak chiroyli chaldinglar. Sizlarga obro'ni qo'yma. Shuning uchun men sizlarga bir bilet tashladim. Bizning talat sahnasiniki talabga asosan numur azroq xasus kelib qoldi. Shundan men sizlarga bilet tashladim. Tağnaqsını aldığım günü, yani onu aldığım günü bir anladım. Ulanın ki texnikasiga hissiyatiga nisbatan sizlarning so'z chiqib qoldi. Shuning uchun kechiringlar, men sizlarga bilet tashlamadim. Rahmat. Eng oxirida shu meni bet cho'ng qilgan ota-onamga, meni shu sahnaga yayonma Nayt kichik bo'lsin bilim uyatganlar mening ustoz hisobim shulga intayin cho'nqur samimiy yo'llayman. Rahmat. Haydım gözü döngene. Ben sana
Assalamualaikum. Atım Serik Tohtarxo'jaoğlu. Rahmat. Hem şunda jaranglık, hem şunda yangraq, chiroyli anglandı. Shuning uchun men sizga bir bilet tashlayman. Dilar Abdullah Hanım Serik efendimge özün qimmatli bir biletin tashladı. Bayanda ketgandek naat süzükkinchi Xudoy taqdim tushayotgan suvdeklar. Muborak bo'lsin. Men sizga bir tal bilet tashladim. Sahimda yana adamni hayron qolgidek qandoq avjildirga chiqara olasiz. Men shuni talab qilaman, shunlar men sizga moshini hal qilishingiz uchun nomer beraman. Serik efendi, naqshu ovozingiz rost chiroyli ekan. Rahmat. Dumur chala olamsiz? Chalaman. Chelib aytgan bo'lsangiz qanday go'zal bo'lar ekan. Muborak bo'lsin, men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Muborak olsun Serik efendim, muborak olsun. Voy, shundoq qo'shal bo'lib turmaydi. Assalamualaikum, hörmətli ustadlar. Rahmaydan dike. Kaldırmaydan. İsmim Lütfi Alem. Ben bu yıl oynayıp girdim. Benim alaydigim sorular nakşa. Siz qayerden geldiniz? Kumuldan. Usul öğrenmeli qanchalik bo'ldi? 2 yil.
Bu balamdan ki usulü xuddi çoğ adamdaki çıkıp koyğanday. Şunun bu balamdan ki asasını görüp ben de hayran kaldım. Ben de size bir bilet taşıdım. Rahmet. Onda olsa ben geçtim. Bir bilet taşıdım. Rahmet. Ben sizga bir bilet taşıdım. Qo'shiq ustida bo'lgandan keyin mushu qo'shiqqa yana azroq mahorat qo'shsang qanday mencha? Ha, bo'ldi. Muborak bo'lsin, bir bilet tashildim. Rahmet. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu, meyve şerbeti işlep bazağı sağan karxana, abide yemek içmek terakkiyat şirketi, Şinjan Talant Sahnesi programısını alaydı talep kıldı. Bu programını samimiy xalqaro soda cheklik şirketi Biyyatda erkeklar kuvvet içimliki alaydı talep kıldı. Malaysiyadan import qilingan qor burkut kuvvet içimliki Şinjan Mabiruk xalqaro soda cheklik şirketi Şinjan Talant Sahnesi programısını alaydı talep kıldı. Yol ravan bo'lmasa qanday oldi Kafkan? Bordiga ya kechkimiz ishdan chatoq chiqa shu. Qan tomir ravan bo'lmasa qanday oldi bilamsan? Yurak mengidan chatoq chiqa. Qara, yo'l ravan bo'lmasa bu qatnashsaq shunda ravanlashtirib berdik ekan. Lekin qan tomir to'sib qolsa, qanday qilganligimizni bilmaysan. Meni o'tib to'slab boqmasa, mana bu ravan yurak davo shartnishimiz. Yangliqkanda bu. Chekchi bilmay yuribsan-da. Unda bo'lsa onamga bersan bo'g'dak. Vafodorligini gap to'g'ri kelmaydimi sen? Voy, yo'l ochildi. Fransiya texnikasi asosida ishlangan. Ravan yurak davosi sharbati. Yuqur sifatlik huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizda boyiq yetkazadi. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texnik salohiyat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Bir xil yemilik var. Bu Malaysiya Soma vitamin C kuvvet içimligi. Somada bir xil tem var. O den siz yaktırdıgan tem. Somada bir xil güç var. O kuvvet gücü, jalibkorlik gücü. Somani biz şunchalik maqtaylik. Tag'inini ichganlarni alma. Soma vitamin C kuvvet içimligi. Samovar sho'rpxonasi ochgangiz bormi? Uyda o'ltiriblar mezlik samovar sho'rpisi yegingiz bormi? Gulxan samovar sho'rpxonasi qurilgandan hozirgacha xalqimizning iste'mol odatiga mos qamimiy tarkib qo'shilmagan milliy tibodat qurishlari asosida tanishilgan o'zbek samovar sho'rpisi bilan xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdik. Hamda samovar qurishlarini o'rab qachilab oilalargacha elib kirdik. Gulxan shirkati mablag' solg'uvchilarga ustamsiz, ustidaksiz g'am andisiz sog'lom samovar sho'rpxona ichish fursati beradi. Gulxan maxbiriyat sifatida samovar sho'rpxonasi ochgangiz bo'lsa, uyingizda lazzatli samovar sho'rpisi yegingiz bo'lsa, Gulxonni izlang. Sizimler bulsun bizge yar. Kut yar, sizge bana yar bulsun elge yar. Yar yürüyüşlük sular soları. Diyarımızda öz aldığı acayip Akku markasındaki yuyuş buyumlarını işlep çıkarıvatkan karxana Şinjan Aydil Yuyuş Buyumları Zavuti Şinjan Talant Sahnesi programısını alaydı talep kıldı. Birinci derecelik mukafat erişgüçünü Kotan Kadimi Çınar Yüzgülük Fen Teknik Şirketi 200 bin yuan kıymetindeki maşini bilen teminleydi. Assalamu alaikum kızlarım, yaxşı salavatınız. Bizning şu Şinjan Talant sahnesiga kirishga bir arzu ümitimiz vardı. Albatta, opam hozir tugab ketdi. Opamning nurg'un naqshlari, plastinkalarda saqlanib qolyapti. Şun qarsam sakinlari faqat aytilmadi. Şuna yana Uyg'ur naqshlarining texnik jihatlarini bildirish uchun men opamning maqsadini sahnaga chiqib keldim. Rahmat adas, barakallah. Xo'sh, bu ikki inimiz sizdan birga sahnaga chiqamdi ya. Bu ikki o'g'lim. Bular ikkisi ham sizga shunday madad tilab kelibdi. Biz sizga tilaymiz. Omad utuqsiga yer bo'lsin. Biz sahnaga endi ikki o'g'limiz bilan sizga madad tilaymiz.
apanglarni qo'llab bir şey kelganlarni o'zlab eng cho'ng apanglar bo'lgan cho'ng bir rag'bat sizlarga. Faqirli va asonda. Gerekli nihayet iskeli kızlar yokuştur. Aşkını uğrayacak da direk Türkçeler uçar. Aşkını uğrayacak da direk Türkçeler uçar. Bu aşı medeniyet inkılabının burunqı naqşılar ekende, ha? Bizdeki çoğlarınki anlap çoğ olgan naqşıları. Hem de tört bağlık içimiz bu hedimizge qanday bahani burada diqqatimiz bağlık içimizde bo'lsin. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Hürmetli ustazlar, bekten turib ketdim ham. Direktorni yaxshi aytdingiz. E'tizlar tutsin. Özüm Fazilat 60-o'tirning san'at o'qituvchisi. Har qaysilar bilan o'z ko'rishganligimda pek xushalman. Men naqshingizni aytib, meni 8 yosh vaqtimda kelib qo'ydingiz. 78-yilda les qildim o'zimni hozir. Men shuni his qildiray deb chiqqandim. Endi shu 8 yosh vaqtimga kelib bir naqshingizni o'zimni uxlay deb tursam, bir kulib o'qitib o'tdingiz meni. Uxlamaganlarni o'qitib deb eng hozir chiqdim. Özüm sizler sorum sağlam deb qo'yay. Özüm san'at oilasi tug'ilgan. Meni ota-onam shu madaniyat inqilobining ta'sirida sal japa tatib qolganligi uchun bolalarimni men artist qilmayman bo'ldi deb meni artistlikda o'qitmagan. Lekin keyin men artistlikni pek yaxshi ko'rganligim uchun o'sha artistlar sakında naqshi esa pastda o'tirib yig'laydim. Shuna bo'lganligi uchun keyin ochig'ingiz kelib, shu nima ish naqshi aytdi, men hech aytolmayman debman. Men qachon aytaman deb. Shundan bilan men bu Urumchi Spanga imtihon berib, o'g'irlikcha uydagilardan san'at sinfi o'tib, Mirzat Alimning qo'lida o'qidim. Shundan keyin hozir 60-o'tirda san'at o'qituvchisi bo'lib ishlardim. Endi maqsadim shu opamning nurg'un besilib qolgan naqshlari bordi. Shu naqshlarni bu keng xalqimga, ya'ni Uyg'urcha naqshlarniki natijligini texmi bildirish uchun opamning tunji naqshisini sahnaga olib chiqdim. Rahmat. Opamizning kimligini so'rab qolsam bo'lamdi? Men deb beray. Desa. Atağlık sanatkarımız Aynı Sapay. Aynı Saniyaz. Şuna anda apamdan naqshları besilib qolmasin deb o'zim tirishib, apamda kularni sanma kunlar chiqdim. Ya oradan kulpadingiz. Qarasam shunda astoydil bek obdan tayyorlik chiqibsiz. Mayli kiyinishlaringiz bo'lsin, mayli doppalaringiz bo'lsin. Chiqilib, mana naqshingiz yaridi. Şuna bak. Bir bilet taşladım sizge. Sizningki bu sahnege chiqishdan boshlab qiyofatingiz, hissiyotiniz shunchalik tabiiy, shunchalik chiroyli. Ash taraf ikki yoqqa qarashlaringiz menga shunchalik bir rahat bir xil bir hissiyot tuyg'u berdi. Ammo lekin naqshingizni
Çünkü avazınızın ornu pek yukarı bulmasımı tüverek etipsiz öz vaxtıda aynı sappa yukarı etip benim küçükümden pek çok anlayan bana pek tanışlık pek yakınlık anladı. Hem de şu münasebet bilen şu fırsatta biz pişvayımız aynı sappayını sizin yadınızga әкелдіңіз, біздің көзімізге көрініп тұрғанда кез қылдым. Пұрақланымы, болып му, күлген ері азыр қадар құлықымда. Шыныңғы сізніңкі күлген еріңіз му, асас жаттын, шындай екімлік аңланды маңа. Рахмет сізге амат тілеймен, мен бір билет ташылдым. Рахмет. Өзіңіздегі шоқ, жөшқұн, Uçuk yoru külkünüz, ona diken özünüzü maşaşkan nakşınız men tesirlendirdi. Rahmet. Yakımı canlandı olsanız şu teklifte ben sizge bir bilet taşıldım. Rahmet. Küçük çağlarımızda biraz hazır Abdülkerim etkandak küçük çağlarımızda esnafı koydunuz. Yok soğuk çıktı soğuk. Çağlarımızda hem de vaqtda televizorlar yo'q vaqtlar, uylarda radio bor vaqtlar, radioda ataqliq san'atkorlarning san'at peshvolarimizning nomerlarini o'rindaydi beradi. Shu chaqda bu naqshlarni kichik vaqtimizda ko'p anglagan. Siz bugun shuni eslatdingiz, ammo kulkingiz opangiznikidek ijobiy emas, salbiy kulib qo'ydingiz. To'g'ri dedimmi? Külkisel selbi çıkıp kaldı. Mesela rolü oynayan başsanız selbi personajlarının külküsü okşap kaldı. İcabi külkü emez. Hop kaldı. Elke hopalar yapsınlar. Açığınız git külgeni de külüver. Ama sahnedeki kıyafet, nakşı orundaşının ilgiriki itizni, traktörde atan jigitlerini görüp dostlarınızı çakırıp çarak küzütüşleriniz moşu nakşığı bir tüsü verdi. Belki çıraylık oldu. Mübarek olsun, ben sizin bir bilet taşıdım. Hoş ede, azıcık hissiyatınızı bir anlatın. Azıcık hissiyatımı nimde tasarlaşımını bilmeyim. Kalbinizge mensup. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep bazağı sağan karxana Abide yemek içmek terakkiyat şirketi Şinjan Talant Sahnesi programısını alaydı talep kıldı. Farzandisi ata-onamı barlığı. Canım balam, mening yürek parem. Amraklığım kelgen siri, dünyadaki en eski narsalarni izlab bitmagim keladi. Shu taqdirda siz uchun alayda ishlangan beklar. Hozir ham shirin hamning mujassimi bo'lgan Sabila oltin bo'loq alayda rizqli qovoqlar chevrini siz uchun tayyor qildim. Ishchin qo'zam, xotirjam ishchin. Sabila farzandlarimizning sog'lom aqlli vafodor ishga kirish uchun. Sabila oltin bo'loq chevrini. Yuqur süpetlik, huzur kiyim-kechekler, yigitlik qomatinizda boyiq yetkazib. To'yliq yurishlik kiyim-kecheklardan texim salobet topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Еріп чарчығанда, чаңқығанда, тамақтан кейін көңіл фақат Abide soda suyunu татыды. Haqiqiy o'zingizga tavba bo'lgan jushqullikni Abide soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi Abide soda suyi. Jonning huzuri. Mana ne? Türkiye'nin. Oo. Ne? Kore'nin. Oğucu. Rengi qara ekan, ha? Afrika'nın mı? Ne? Afrika'nın? Germaniyanın. Muşlarının hemmini aşı dövlette güzel çıkıp geldin mi? Yok, bularning hammasi udundu ba. Shundoq, siz setebilishni arzu qilgan Jongo va chet elning danglik markalik uy jihozi va jab doktori. Dunyo bilan masqadamda yangilayotgan elektr uskunalarining hammasi udundu ba. Dunyoda bor narsaning hammasi bakina bu yerda. Chunki bu degan udun tursa. Udun uy jihozlari va elektr uskunalari maydoni. Bir xil yengillik bor. Bu Malayziya Soma vitamin C quvvat ichimligi. Somada bir xil tam bor. U dal siz yoqtiradigan tam. Somada bir xil kuch bor. U quvvat kuchi, jalbkorlik kuchi. Somani biz shunchalik maqtaylik. Tag'inini ichganlarni olma. Soma vitamin C quvvat ichimligi.
Yo, başka malını setyapsizlar? Başka mal emasken deb qo'ysalar. Bu bağı Fransiyadan import qilingan kollagen. Kollagenlik emas, kollagen peptidi deb qo'yarlar o'zdirma. Hamashasi Fransiyadan import qilib kelganmi? Ha, buni-chu Altaba shirkati ishlab bozorga sotdi. Mani bek yaxshi deb anglagandim, shunga Yo, sizning ko'zingizdan bu yaxshi narsa qechib qutulgan emas. Altabir kollagen peptidning ham eşyası Fransiyadan import qilingan, xotirjam iste'mol qiling. Hacım, men bolla. Ma havo sal tutulib qolsalar, bel putlarim og'rib mushunda o'ltirib qoldi. Bunda o'tiraversizlar, asorat aylanib qoladilar. Ma o'xshash bir amal qilmablar. Amal topma. Hasabisizlar. Shunday kuchaga ko'pchilik bir yuragimiz dastur ketdi. Kucha yanataq shortuz ko'rpisi milliy tibobat dorilar bilan shifoliq shortuz yug'urilib ishlangan bo'lib, uningdan chiqqan shifoliq harorat, revmatizm, bel put og'riqi, bo'g'im yallig'i, umumiy badan sovib ketishiga alohida shifo qiladi. Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi Urumchi shahri Tağırtaq rayoni suv usti bazasining yon darvozasi atrofiga joylashgan bo'lib, yer osti uy va birinchi qavat oldikaniga shaxsiy gullik satlangan ko'p qavatli Shvetsariya usulidagi o'ltiraq rayon. Jeli Lukano o'ltiraq mahallasi markaziy shahardagi 210 ming kvadrat metr ko'lamdagi beton qurilmali qurilish bo'lib, Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi taqozoyingizning qondirg'usi. Jeli Lukano maxsus liniyasi 0991 257 88 88 0991 852 68 88. Standard crush test dummy. Wow! Mana kuchsizligi. Mana tarbiyasirimizga tuqiraymiz. Click the seatbelt. Trunk click. Every trick. You're going to be able to see for the first time, what happens to people in a car like this when this powerful force meets an immovable object.
force meets an immovable object.
Balılıgımda her xil xosiyatli odam bo'lsam deb orzu qilardim. Özlerine bir oyunumla kilittim. Severliğin boz tüzüşlerini sorayım ben. Bu rast kirishganlekin naqmaydanki kichik do'stlarga do'rab samawa. Ben do'rab deb naqlib berganlarni ish qoldigan ish qilmanglar. Men ma'lum. Işigimni o'g'il qarg'a ishda bu. Chopga chiqib bugün o'qib. Yeni mi? Yeni mi? Oo. Bana da lan. Harikalı bir de. Vah. Yana. Ben mandat alan tükürüp bakmadım. Bazı sizler ensirap kalamsızlar bırak hatar çıkıp kalam. Çıkıtım küçük uçup gidiyor. Hem yerin selim. Alamayız biz şu Kosova'dan besip durup çok da tatlı. Muşunda xatarli kesib bo'lgan biz salam ansirab qolamizlar. Hamma salomda? Hamma salom. Men sab ketganda so'rashgandek ashna so'rashgandek bo'ldi. Sig'am qilmanglar degandan keyin bizning ko'nib qoldik 50 yil oldi emasmi? Kichigina daxlat hozirgacha. Wow!
Oy. Ha ma'qul. Bir usul o'yini o'tib kiray deydi. Bu oshqozonda o'tib ketadi bu yoqqa. Shundaymi? Oshqozon meyosini 3 joy tarafga ketadi bu. Ha? Bak uzun bu. Bo'ldi qisqatga. Bo'ldi, rahmat. Voy. Lazım